Hürmetli vatandaşlık siyalarımızı davamlaştırırız. Bugün Çiğsağ 2019 yıl 12. ayının 24. günü haftığı Seyşembe. Endiki mavzumunda təhlil. Hava boşluğu armiyasının bugün taşılan bir kademe. Prezident Trump'ın etideki bir büyük galbisidir. Mavzulu haber 12. ayının 23. günü Cungo'ga nazar torbeti ilan kılındı. Haber bundan başlandı. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezident Trump haftanın 5. günü, yani 12. ayının 20. günü, Devlet Müdafiası Hukuk Veriş Kanun Layihesi 2020 yıllık Devlet Müdafiası Hukuk Veriş Kanun Layihesi imza koydu. Bu kanun layihesi 70 yıldan ki yeni armiya xeyirleri Hava boşluğu armiyasının resmi kurulganlığından derek verdi. Təhlilçilər mündaq görsətdi. Amerikada hava boşluğu armiyasının quruluşu Avam Palatası əməlidən qaldırışqa avaz vergəndən keyin Prezident Trump'dan qolga keltirgan yana bir g'albisi deyishdi. G'alba qilgan bu bir qadam Prezident Trump'a kelgusida intayin zo'r g'alba elib keldi deyishdi. Amerika Ovoz Radyosu Prezident Trump'ın kanun layihasiga imzo qo'yish marosimida so'zlagan nutqidan naql keltirib, mundaq ko'rsatdi. Havo boshlig'i insoniyatning yeni urush qilish boshlig'i. Amerikaning davlat bexatarligi intayin og'ir tahdidga duchor bo'lganda Amerikaning havo boshlig'ining ustunligi bu intayin muhim bir ishdir. Gerçi Amerika bu sahada aldın oranda turab kelyapsımı. Lekin yeterlik emas. Amerika çoğum aldıda turishi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarning Davlat Mudofaa ministri Mark Esper haftaning 5. kuni matbuotga mundaq ko'rsatdi. Bizning havo boshlig'iga tayinish talablarimiz jiddiy o'smoqda. Növbet hava boşluğu mustaqil urush maydoni bo'lish qarab taraqqiy qildi. Amerika havo boshlig'i armiyasida muhim vazifasi shuki bo'lsa-mu, Amerikaning bu sohadagi muhim yetakchilik o'rnini saqlab qolish. Amerika matbuot Real Clear Politics jurnali xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Hava boshlig'i armiyasının qurilishi Prezident Trump'ın siyosat g'albisidan darak beradi. Prezident Trump 2018 yilning boshlarida havo boshlig'i armiyasi qurish g'oyalarini o'ttirib qo'ygan. 2018 yili 6 oyda 5 burjaklik binoga bu nishon, bu planni ishga oshirish to'g'risida ko'rsatma bergan edi. Devlet Meclisi'nde iki partiya ve iki palatanın güçlü qo'llashi ostida Prezident Trump'ın orzuları ahire amalga oshdi. 12. ayının 17. günü Devlet Meclisi Kengash palatasi 8 ovozga qarshi 86 ovoz bilan Devlet Müdafiasiga huquq berish qonun loyihasini ma'qulladi. Avam Palatası 12. ayının 11. günü 48 ovozga qarshi 177 ovoz bilan bu qonun loyihasini ma'qullagan edi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Aqsaray havo boshlig'i armiyasi qurish to'g'risida Davlat Majlisiga ko'p xizmat ishladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Mike Pence 12. ayının 10. günü madhiyahlab Prezident Trump Amerikani havo boshlig'iga elib kirib, bu sohada yetakchilik o'rin ega qilishga turtkilik rol o'ynadi deb ko'rsatdi. Va zo'r g'alaba qildi deb ko'rsatdi. Muavin prezident Mike Pence Amerika matbuoti Politika gazetiga mundaq dedi. Her navbatlik hukumatlar izchil birdak buyruq berishning kamligi bayqaldi. Prezident Trump boshlanish bilanla havo boshlig'i armiyasi qurishga ko'rsatma bergan. Muavin prezident Pence mundaq ko'rsatdi.
Hərbi hava boşluğu vəziyyətinin tərəqqiyatıga erişib. Amerika armiyası 1947 yılı qurğuluq armiyasından bölünüb çıqqanga oxşar. Hava boşluq armiyası bəlkə dəniz armiyası, qurğuluq armiyası oxşar, müstəqil armiya xilləri bo'lib qoladi. Amerika ovozi munda xabar qildi. Prezident Trump üçün aytgan hava boşluq armiyası izchil. Prezident Trumpni alqışqa erishtirdigan muqim manbaga ega bo'ldi. Washington bu erishgan joyda bir parcha dokladida mundaq ko'rsatgan. Jungo va Rossiya allaqachon havo boshlig'i texnikasini taraqqiy qildirdi.